et bilan tirnoqni bir-biridan ajratib bo'lmaydi jigarlarim, xuddi O'rta Osiyoni bir-biridan ajratib bo'lmagandek. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmeniston bizlar bittamiz jigarlarim, bitta oilamiz. Bu davlatlarning nomini eshitgan har bir insonda yuragida olov paydo bo'ladi, badanlari vijirlaydi. Videoga podpiska bosib, kommentariyada birlashamiz deb yozib qo'yinglar jigarlarim. To'g'ri, oramizda bu narsani xohlamaydigan negativchi insonlar bo'lishi mumkin. Ularga e'tibor bermaymiz jigarlar. Bu 5 ta davlat birikdi degani, dushman yaqin yo'l olmaydi degani. Mana shu narsani esdan chiqarmaslik kerak jigarlar. To'g'ri, bu videoni ko'rgan ko'pchilik insonlar videoga befarq bo'lib, podpiska bosmasdan, like bosmasdan, kommentariya yozmasdan, repost bosmasdan o'tkazib yuborishi mumkin. Mayli, ularni majburlab bo'lmaydi jigarlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, abdush hurmatdasilar. O'rta Osiyo doimiy nomer 1. Inshaalloh hammamiz birikamiz. Bu videoni ko'rgan har bitta O'rta Osiyolik jigarlarim aktiv ko'rsatib, обязательно поддержкада bo'linglar.